Assalomu alaykum Azizbek Olimjonov kanalining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz? Azizlar, bugungi video syomkamiz siz obunachilarimizga noyabr oyida umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarimiz uchun bo'ladi. Mana shu videoda oxiriga ko'radigan bo'lsalaringiz, siz obunachilarimizga rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisidamiz. Siz obunachilarimizga chegirmali narxlarda va hamyonbop narxlarda umra ziyoratini taklif qilamiz. Videoda oxiriga ko'ring. Videomiz boshidan bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Bo'lmasam biz video syomkamizni Azizbek bilan birgalikda davom ettiramiz. Azizbek, assalomu alaykum. Alaykum assalom, xush kelibsiz. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Assalomu. Azizbek, hozirgi kunda gostinitsa oraliq masofalarimiz va safarimiz necha kunlik bo'ladi, qayerlarda bo'ladi, shularni bir qator aytib o'tib ketsangiz. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Xo'p, safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Xo'p, gostinitsa oraliq masofalari Madinada 300 metr atrofida bo'ladi, Makkada 1,5 kilometr atrofida bo'ladi. Makkada 5 mahal namozga doimiy avtobuslar qatnaydi, bemalol borib kelsa bo'ladi. Bundan tashqari yana piyada ham borib kelsa bo'ladi. Aka-ukalarimiz, yoshroq aka-ukalarimiz bo'lsa, bir 10-15 minutda haramda bo'lishadi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agar siz ham ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylarini bron qilishlaringiz mumkin. Xo'p, Azizbek, hozirgi kunda qaysi sanalarga reyslarimiz bor? Xo'p, eng yaqini hozir 15-noyabr kuni Toshkent Madina premyer reysimiz bor. 16-noyabr kuni Farg'ona Madina 6 dona joyimiz qolgan. Tezroq telefon qilsa, joylarni bron qilib beramiz. 17-noyabr kuni Farg'ona Madina yo'nalishimiz bor. 21-noyabr kuni Namangan Jidda, 22, 23, 24-noyabr kunlari Farg'ona Madina yo'nalishlarimiz bor. 24-kun Namangan Jidda, 27-kun Namangan Madina premyer reyslarimiz bor. Perisadga bo'lmaydi bizda. Xudo xolasa. To'g'ridan to'g'ri parvozda amalga oshiriladi, xudo xolasa. Xo'p, Azizbek, bundan tashqari sayohat va ekskursiyalar, gostinitsamizda yulduzlari qanaqa bo'ladi, shart-sharoitlari qanaqa bo'ladi, shularni ham bir qator aytib o'tib ketsak. Gostinitsamiz 4 yulduzli bo'ladi, sharoitlari yaxshi sharoitlar bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari, xo'p, Madinada ziyoratlarimiz, payg'ambarimiz ravzalariga ziyorat qilinadi. Qur'on bosmaxonasi, Xurmo bog'iga ziyoratlarimiz bo'ladi. Makkada Toyib shahri va Qizil dengizga sayohatlarimiz bor. Bundan tashqari mutaxassis ellikboshlarimiz o'zlari sayohat, ibodat, ziyoratlar qildirib kelishadi. Xudo xolasa. Ya'ni 14 kun safar mobaynida bemalol ziyorat va ibodatlarga bemalol chiqib kelishadi va bundan tashqari sayohatlar ham yo'lga qo'yilgan, ya'ni Centrum Holidays bilan. Hurmatli obunachilar, shoshilamiz. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasiga biz kelganmiz do'stlar. Xudo xolasa, siz obunachilarimizga qo'limizdan kelganicha yangiliklar qilishdan to'xtamaymiz. Albatta sizlardan bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, ya'ni qo'llab-quvvatlab podeshka qilib tursalar ham biz juda ham xursand bo'lardik. Xo'p, Azizbek, yana bir narsa, hozirgi kunda gostinitsamizda 24 soat avtobuslar yo'lga qo'yilgan deyildi. Bundan tashqari ziyoratchilarimizni yana bir qo'shimcha ekskursiyalar ham tashkil qilinganmi? Ya'ni bir barakaga boshqa 2 marta umra qilish imkoniyati bor deyilyapti, ya'ni Toyib shahriga. Bundan tashqari firma tomonidan nimalar beriladi? Shularni ham bir qator aytib o'tib ketsangiz. Firma tomonidan bitta to'lov evaziga bepulga bejik beriladi. Mana shu ustida turgan kazilchadan beriladi. Bitta so'mka beriladi. Ularning hammasida bizni firmamiz logotipi bo'ladi. Ular bepul beriladi. Farg'onada misol tushayotgan bo'lsa, Farg'onada beriladi. Hop, anadan qaytishayotganda 5 litr zamzam suvi beriladi har bitta ziyoratchimizga. Xudo xolasa. Ya'ni firma tomonidan beriladigan narsalar mana shulardan iborat. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana o'zlaring eshitdilaring, ko'rdilaring. Agarda videoda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Yoqqan bo'lsa bir dona like bosib, kommentariyada niyat qilganlar niyat qildim, inshaalloh bizni ham ota-onamiz va oila a'zolarimiz bilan birgalikda borishlik nasib qilsin deb kommentariy yozib qoldirishni unutmanglar azizlar. Biz sizlarga eng ishonchli va garantiyali tur firma Centrum Holidays'ni tavsiya beramiz. Xo'p, hozirgi kunda Azizbek, narxlarimiz necha pul? Noyabr oyiga. Xo'p, noyabr oyiga Farg'ona bilan Namangandan uchadigan premyer reyslarimizni $1050 dan qilib beramiz. Toshkentdan uchadigan reyslarimizni $1000 dan qilib beramiz. Xudo xolasa. To'lovlarni qanday amalga oshirishadi Azizbek? To'lovlarni bizga Telegramda aloqa qilsa, bank shot raqam tashlab beramiz. Eng yaqin banki borib to'lov qilib berishadi. Cheki bilan Zagram pasport tashlab bersa, joylarni bron qilib beramiz. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, agarda sizlar musofirdan kuzatib turgan aka-ukalarimiz va opa-singillarimiz bo'lsa ham, Telegram, WhatsApp orqali bemalol o'zlaringni qiziqtirgan savollaringni yo'llashlaring mumkin.
Va albatta siz obunachilarga qo'llaridan kelgancha Azizbek chegirmali narxlarda qilib beradilar. Xudo xolasa Azizbek Olimjonov kanalidan chiqyapman deganlarga bonuslar bo'ladi Azizbek. Beramiz. Iloji boricha Xudo yangiroq xohlasa. narxlarda qilib beramiz. Rahmat. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Azizbek, sizga ham rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.